Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bir gunohni qilib qo'ygan kishi haqida shunday deydi. Mo'min banda qilib qo'ygan gunohini xuddi uni ustiga tushib ketishi mumkin bo'lgan ulkan tog'dek biladi. Ya'ni bir gunohni qilib qo'ydi, bugun ertaga jazosi kelib qolishi mumkin. Bugun erta boshimga shuni kelgan munavvaradan. Yo'lda hamrohlar bilan dam olgani to'xtashdi. Quyoshdan saqlanishlik uchun ato bir g'orga kirib, shu yerga o'tirib dam olmoqchi bo'ldi. Ozgina yotganidan keyin bir yosh ayol qo'ylarni haydab o'tib qoldi-da, salom berib g'orga kirdi. Ato ibn Yasor aliga oldi. Ayol Atoga o'zini taklif qildi. Hech kim yo'q, g'orda ichida yosh yigit, go'zal ayol o'zini taklif qilib turibdi, hech kim yo'q. Faqat Alloh ko'rib turibdi. Ato ibn Yasor yig'lab yubordi. Ayol unga senga nima bo'ldi? Yig'isi yana kuchaydi. Senga nima bo'ldi? Yana yig'laverdi. So'ng Ato aytdi: "Ey Allohning cho'risi, Alloh azza va jalla sen bilan menga qarab turganligini bilaman. Allohning huzurida qiyomat kunida sen bilan meni holim nima bo'lishligini o'ylab turib yig'ladim. Qanday qilib shu ishga jur'at qilding? Qanday qilib o'zingni taklif qilding? Allohning huzurida nima deysan?" Ato yig'lashda davom etdi. Ayol yupatishga turdi. Keyin o'zi ham Atoga qo'shilib yig'lay boshladi. Ato ibn Yasor unga qiyomatni eslatdi, o'zi yig'ladi. Keyin ayol meni haqimga duo qil dedi. Atoning holidan ibratlandi. Keyin qo'ylarni haydab chiqib ketdi. Fitnadan omonda qoldi. Fitnadan omonda qoldi. Alloh saqladi. Undan 5 kun bo'ldi chiqqaniga, 6 kun bo'ldi chiqqaniga, ayolidan uzoq, nafs xohlab turibdi. Ayol yosh, chiroyli, o'zi xohlab taklif qilib turibdi. Shu holat zinodan imtihon deyiladi. Sizdan faqat rozilik talab qilinyapti, xo'p desiz, hamma yo'q muhayyo turibdi. Shunda zinodan imtihon deyiladi. Ato g'ordan chiqdi, hech kim indamadi bo'lgan ishni, Makka ga qarab ravona bo'ldi. Makka mukarramaga yetib kelib, umrasini ado qildi. Tavof qilar ekan, charchab Ka'bani oldida yotib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida Yusuf alayhisalomni ko'rdi. Ato tushida Yusuf alayhisalomga aytayapti: "Ey Allohning nabiysi, Qur'ondagi sizni qissangiz naqadar ajib. Azizning ayoli bilan bo'lgan qissangiz naqadar ulug' dedi." Yusuf alayhisalom javob berib: "Bundan ham ajibroq narsani bilishni istaysanmi?" Ato: "Bundan ham ajibroq nima bor?" Yusuf alayhisalom aytdi: "G'orda seni ayol bilan tutgan ishing" dedi. Ato cho'chib uyg'onib ketdi. Bu tushini hech kimga aytmadi. Faqat o'limi arafasida, o'limiga yaqin tushini aytib berdi. Alloh taolo saqladi bu bandani, birodarlar. Nima uchun? Qalbida taqvo bor edi. Hasan Basri rahmatullohi alayhidan so'radilar: "Nima uchun fojirlar o'zlarining gunohlarini odamlar oldida gapirib, undan faxrlanib yuradilar?" Mana boyagi darsimizning avvalida bergan savolimiz. Nima uchun fojirlar gunohini qilib qo'yib, keyin buni gapirib maqtanib yurishadi? Ehtimol qarang, o'sha fojir gunoh qiluvdi, Alloh bekitib qo'ydi, hech kim bilmadi. Shunga ham qanoatlanmasdan nima qiladi bu? Yana shunday bir odamlar bor, haromga kirib qolmay, gunohga kirib qolmay deb turib, bir qancha halol narsalardan ertaroq tiyilib olaveradi. Nimaga fojirlar unday, nimaga taqvodorlar bunday? Hasan Basriyning javobini ko'ring. Chunki onavular fojirlar, gunoh qilib qo'yib maqtanadiganlar. Alloh taologa xor bo'lgan bandalardir. Shuning uchun ular osiylik qilishadi. Agar ular Alloh azza va jallaga aziz bo'lganlarida, ularni mana shu